2025-yil tugashiga ham ozgina vaqtlar qoldi va shu kungacha kimdir nimadirga erishdi, kimdir esa nimadirini yo'qotdi. Va bugungi videoda qanday qilib 2026-yilga odatlarni shakllantirish, maqsadlarni qo'yish va ularga erishishni ko'rib chiqamiz. Bu video meni birinchi videoyim, ya'ni hech qanaqa tayyorgarliksiz, hech qanaqa ssenariysiz va hech qanaqa suflyorsiz men shunday kamerani qo'yib gapirmoqdaman, chunki hamma narsa tabiiy bo'lishini xohladim. Hop, 2025-yilda avval o'zimni tanishtirsam, men ismim Uchqun O'ktamov, yoshim 20 da va Singapurskiy institutda IT yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Hozirda marketing yo'nalishi bo'yicha ishlayman. Deyarli bitta ishda ishlamayman, deyarli hamma ishlarni universal desam bo'ladi, universal ish qilaman. Hop, 2025-yilda men nimalarga erishdim va nimalarni yo'qotdim. 2025-yil boshida, ya'ni yanvar oyida men ishlab turgan joyimda ishdan bo'shab ketdim, ya'ni grafik dizaynerlik ishida. Oylik 3 million so'm oylikka ishlayotgandim va ishdan ba'zi bir sabablarga ko'ra ishdan bo'shadim va yanvardan toki martning boshigacha men ishsiz yurdim. Bir ikkita joylarga ishga e'lonlar berib ko'rdim. Ko'p joyga faqat o'sha grafik dizaynerlikni bilganim uchun grafik dizaynerlikka vakansiyalar topshirib ko'rdim. Deyarli ko'p joydan отказ bo'lgan, chunki men ham o'qiyman, ham ishlashim kerak bo'lgan va shu uchun ko'p joylik full time so'raganligi uchun, ya'ni 9 dan 6 gacha ishlaysiz deb aytgani uchun men ko'p joydan отказ olganman va bitta xususiy maktabga ishga kirdim. U yoqda ham grafik dizaynerlikka obedgacha emas, men o'qishim bor payti borib kelib, yana qaytib ishga qaytib kelaman. Shunaqa bo'ldi. U ham 3 million so'm oylikka gaplashdik. Va orada o'sha maktabda targetni o'rganib, o'zim mustaqil targetni o'rganib turib, yana ba'zi bir sheriklarim yordam berdi menga targetni o'rganishimga va shu orqali targetni o'rgandim va maktabda o'sha grafik dizayner ishlab turgan maktabimda target yo'nalishini oldim. Uni ham targetini boshqardim. Bu target qo'shilib turgan bo'lsa ham yana oylik 3 million so'mdan ko'tarilmadi. Keyin orada o'zi men video montajni bilardim. 11 Pro Max ishlatardim. O'sha payti 11 Pro Max ishlatardim-da va syomkalarga chiqardim. Maktabda ham syomkasini qilardim, ham targetini ham yoqardim, ham dizaynerlik ham qilardim, lekin oylikni ko'tarib berishmadi. Va shu sababli men ishdan bo'shashga qaror qildim. Undan keyin ishdan bo'shagandan keyin yana qaydandir pul topib turish kerak. Shuning uchun mobilografiyani bilganim uchun o'sha maktabimizda bitta raqs to'garaga o'rgatadigan ayol o'qituvchi bor edi. Shu taklif berib qoldi, meni raqs ansamblim bor, to'ylarga olib boraman, shularni mobilograf syomkasini qilish kerak dedi. Xo'p deb u bilan kelishdik va shu bilan birga men to'ylarga chiqishni boshladim. To'ylarda syomka qilishni boshladim. Birinchisiga shu 200 ming har bitta syomka uchun uzoq 1 soat davom etardi. 1 soat syomkaga borib kelardim, 200 ming so'm pul ishlarini montajini qilib tashlab berardim. Va shunday davom etdi. Va yozda, ya'ni iyun, o'sha ishdan bo'shagan iyun boshlarida men o'sha O'ktab shayni Instagramda o'z sahifam, blogimni boshladim. Menda o'sha payti adashmasam 3000 ta ham podpisчигim yo'q edi. 3000 ta podpisчигim bo'lmagan paytda menga Abdusator aka podpiska tashladi. Ya'ni Abdusator Abdurahimov, hamma tanisa kerak. Shu kishi menga podpiska tashlab qoldilar. Men o'yladim, birinchidan xursand bo'ldim, ikkinchidan o'ylab qoldim, nimagaki balkim adashib tashlab o'rgandilar, balkim adashib bosib ketgandir deb o'yladim-da, o'zlariga yozdim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Adashib podpiska tashlab o'rmadingizmi deb yozib yubordim. Keyin o'zlari yozdilar, haqiqatan yo'q, adashib tashlaganim yo'q, kontentlaringiz menga yoqdi deb. Nasib ko'rishamiz siz bilan dedilar. Keyin men o'sha payt Toshkentda edim. Toshkentda ko'rishdik Abdusator aka bilan. Gaplashdik. Aka dedim, hozirda ishsizman dedim, mobilograflik qilib yuribman dedim. Keyin bo'ldi, men hozir bitta boladan so'rab ko'ray, ish bormi yo'qmi dedilar. Shu bilan men Abdusator akaning yonlariga kirib ketdim. Birinchi bo'rinda content maker bo'lib ishlardim. Hozir ham content qilaman. Keyin menga o'sha Upwork kurslarini olib berdi. Upworkdan o'sha freelancer platformalarda ishlashni o'rgandim. Bu yerda mobilografiyani o'rgandim. Mana hozir montajni ham o'rganyapman. Va montajni o'rganishimga sabab nima bo'ldi? Masalan, montajni o'rganishim sabab men syomka qilsam ham, boshqa qilsam ham syomka montajiga pul kerak, to'g'rimi? Dedim, undan ko'ra o'zim o'rganib qolay dedim. O'sha narsani o'zim qilaman dedim. Hozirda montajni o'rganmoqdaman. Nasib YouTube montajlarini ham o'zim qilaman yoki boshqa yoki zakaz olishim mumkin. Shunday qilib qo'shimcha daromad sifatida men montajni o'rgandim. Deyarli ko'p kasblarni bilaman. O'zim grafik dizaynerlikni mustaqil o'rganganman. Hozir montajni ham o'rgandim, targetni bilaman, kontentni bilaman. Masalan, hozir mana qo'ygan setapim ham deyarli hech qayerdan bilmayman. Balki bu ideal anavi emasdir, setup emasdir. Lekin men shu narsani qilib, mana syomka qilib, o'zim uchun ideal bo'lmasa ham qilaman. To'xtab qolgani yo'q shu narsa.
Xo'p, 2026-yilga maqsadlar qanaqa? Xo'p, 2026-yilga juda maqsadlar katta. Har tomonlama moliyaviy tomonlama ham o'sishi, har tomonlama moliyaviy tomonlama o'smoqchiman. Kontent tomonlama ham, shaxsiy blog yuritish tomonlama ham, YouTube bo'yicha ham har tomonlama o'sish niyatim bor. Yana bir ikkita o'zimning shaxsiy planlarim bor. Ularni aytish shart emas, chunki qilayotgan ishingizni kim aytmasangiz, o'sha yaxshiroq hisoblanadi deb eshitganman ko'p joydan. Va mana hozirgi gapirib turgan joyimda men duduqlanayotgan bo'lishim mumkin. Orada pauzalar bilan gapim esimdan chiqib qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha meni kommunikatsiyamda muammo borligidan, o'z ustimda ishlamaganligimdan kelib chiqyapti. Ya'ni gapimni o'ylab gapirayman, duduqlanib qolayman orada va bu narsani to'g'rilasa bo'ladi. Masalan, keyingi 3 oydan keyin davom etamiz. Masalan, videoni keyingi 3 oydan keyin videolar bilan hozirgi videomni solishtirsalar ancha katta farq bo'lgan bo'ladi. Chunki men o'zimning kommunikatsiyam ustida ishlagan bo'laman, nutqim ustida ishlagan bo'laman va ancha katta farq bo'lgan bo'ladi. 2026-yilga qanaqa maqsad qo'yishni bilmayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda hozir daftar oling. Agar xohlasangiz videoni pauza qilasizmi yoki videodan keyinmi, daftar ruchka oling. Daftar ruchkaga o'zingizning maqsadlaringizni yozing. Qanaqa 2025-yilga qanaqa maqsadlaringiz bor, qanaqa planlaringiz bor, qaysi sanada amalga oshirmoqchisiz, sanasigacha, qaysidir kitobni o'qimoqchimisiz, kitobning nomlari bilan yoki zalda qanaqadir natijaga erishmoqchimisiz, masalan 100 kilo ko'krakka ko'tarmoqchimisiz yoki 100 kiloda o'tirib turmoqchimisiz, hammasini bittalab yozib chiqing. Bularni yozib bo'lganingizdan keyin pastki qatordan yana sizga xalaqit berayotgan omillarni yozib chiqing. Birinchisi masalan bu Instagram bo'lishi mumkin. Rostdan ham Instagram juda bir xalaqit beradigan instrument, to'g'ri, undan to'g'ri foydalansa juda yaxshi. Lekin masalan men o'zimda ham bo'ladi, bir marta scroll qilsam, reels ko'rib o'tirsam, kirib ketib qolaman o'zim bilmagan tarzda. Juda meni chalg'itadi, telefonni otaveraman oxiri. O'zim kirib ketib qolgan bilmay qolaman. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha sizga xalaqit berayotgan ijtimoiy tarmoqlarni bloklab qo'yishni yoki ma'lum bir vaqt kirishni tavsiya qilaman. Ikkinchi o'rinda xalaqit beradigan narsa nima bo'lishi mumkin? Bu qizlar bilan gaplashish yoki boshqa narsa. Sizlar bilan sevishmayli yoki boshqa narsa deyotganim yo'q. Agar qo'lingizdan kelsa, ikkalasini eplasa bo'ladi. Agar xalaqit berayotgan bo'lsa, haqiqatan ham buni olib tashlash kerak. Uchinchisi, kichik maqsadlar qo'ymang. Doim katta maqsadlar qo'ying. Masalan, sizda katta maqsadingiz nima? Masalan, meniki hozir Instagramda 4 mingta obunachim bo'lsa, 2026-yil oxiriga kelib balkim men planim bo'yicha 10 mingta bo'lish, balkim yozda 10 mingta bo'larman, balki qishda 10 mingta bo'larman. Bu endi harakatimizga bog'liq, kontentimiz turiga bog'liq, balkim 50 mingta ham bo'lib ketishi mumkin. Bu baribir o'zimga borib taqiladi. Va bahona qilmaslik kerak. Hech nimadan bahona qidirmang. Hamma ayb o'zingizda bo'ladi. Erta tura olmayapsizmi? O'zingizda ayb. Ertaroq uxlash kerak. Vazn ola olmayapsizmi? To'g'ri ovqatlanish kerak. Mushak massa chiqara olmayapsizmi? To'g'ri ovqatlanish kerak. Nutqingizda muammo bormi? Kitob o'qish kerak. Baribir hamma ayb o'zingizga borib taqiladi. Eng muhim jihatlardan biri bu mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Siz 17 yoshda bo'lasizmi? Masalan, bu video ko'pincha 16 yoshdan kattalarga tavsiya etiladi. Balki mendan kattalar ham tomosha qilishi mumkin. Mendan kichkinalar ham tomosha qilishi mumkin. Bu hammaga birdek tavsiya etiladigan narsa. Masalan, 20 yoshimgacha kelib qilgan narsamni aytib beraman. Hop, bu joygacha kelishim, bunday ko'pirtirib olishni xohlamayman. Qiyin bo'lmagan deb ayta olmayman. Men Toshkentga kelganimda birinchi bo'lib biladigan narsam faqat grafik dizaynerlik edi. Grafik dizaynerni juda zo'r bilmasdim va shu sababli men Fedapga kirganman. Fedapda ishlaganman, to'g'ri ishlaganman. Kechasi kechqurun soat 8 dan ertalab 8 gacha ishlardim va soat 9 da o'qishim boshlanardi. Bir soat uxlamasdan ketardim o'qishimga, yana qaytib obedda uxlab, yana kechqurun ishimni davom ettirardim. Fedapda oddiy power bo'lib ishlaganman. Powerlikda mana sekin agentstvoga kirganman, dizayner bo'lib ishlaganman, montajyor bo'lib ishlaganman. Kelib mana oxiri sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Masalan, men hayolim kelmagan blog boshlayman, boshqa narsa qilib YouTube'larga blog olaman. Masalan, Instagramda o'zimning auditoriyam bo'ladi, hech o'ylamaganman. Oddiy bir power bola bo'lganman. Go'sht kesib yurgan, to'g'rirog'i. Eski ishxonamizda boshlig'im shunday derdi, oddiy bir go'sht kesib yuruvding-ku deb gapirgan gaplari esimga tushib ketdi. Ko'pchilik orzu qilishdan qo'rqadi. Orzu qilinglar. Rostdan orzu qilinglar. Niyatingizga bog'liq hamma narsa. Birinchi o'rinda tasavvurda o'sha narsani qilib ko'ringlar. Masalan, men doim xohlardim o'sha Fedapga kirmasimdan oldin ham maktab payti xohlardim bitta joyda o'tirib, meni o'zim shaxsiy stolim, shaxsiy kompyuterlarim bo'ladi, o'tirib ishlayman, o'tirib pul topaman derdim va tasavvur qilardim o'sha narsani. Va o'zim xohlamagan holda mana o'tirib hozir pul topmoqdaman.
va men uchun men o'zim asli Navoiylikman. Toshkentga o'qib ishlayman, o'qib yashab ishlayman. O'sha maktab payti o'qib yurgan paytimda men uchun Navoiyning o'zida 3 million pul topish juda katta pul bo'lgan. 5 million topish juda qiyin tuyulgan. $1000 esa menga orzu tuyulgan, oyiga $1000 pul topish. Va sekin-sekin ishlab, masalan, mana $1000 dan ko'proq pul topamiz va $1000 hech qancha pul emasligini tushunib yetdim. $1000 da topsa bo'ladigan pul. Hozir masalan men 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin $1 million topa olaman desam, men bunga o'zim ishonaman. Lekin hozir bir qishloqdagi bolaga sen $1000 pul topa olasanmi oyiga desa, u vau, uning uchun bir tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Shuning uchun atrof muhitni o'zgartirish kerak, komfort zonadan chiqish kerak. Hozir svetim buzilib qoldi, pirpirayotgan bo'lishi mumkin, bunga ahamiyat bermanglar. Zaryadkasi tugab qoldi. Xo'p, davom etamiz. Komfort zonadan chiqish kerak. Nimaga? Odam komfort zonaga o'tirsa hech qanaqa natijaga erisha olmaydi. Xuddi aytganimdek, menga 5 million pul topish qiyin bo'lgan tuyulgan o'sha payt Navoiyda. Men Toshkentga kelib 5 million pul emasligini angladim. $1000 ham topsa bo'ladigan pul. $100,000 ham topsa bo'ladi. Hozirgi yoshimda $100,000 ham topsa bo'ladi va $1 million topsa ham bo'ladi. Men bunga o'zim ishonaman. Va siz ham mana shu miyangizdagi to'siqlarni barchasini olib tashlashga harakat qiling. Hamma narsani eplasa bo'ladi, hamma narsani o'sha harakat qilib natijaga erishsa bo'ladi. Men sizga hech qanaqa motivatsiya berayotganim yo'q. Bu shunchaki isbotlangan narsa. Bitta bu meni gapim emas deyarli. Ko'pchilik millionerlarni kuzatsanglar, doimiylik, intizomiyat, disiplina va harakat bo'ldi. Bu yog'i ota-onalarning duosini olib, ota-onalarning xizmatini qilib, hamma insonlar rozi qilganinglardan keyin to'g'ri va halol ishlasanglar, albatta natija bo'ladi. Muhimi qo'rqmanglar. Komfort zonadan chiqishdan qo'rqmanglar. Viloyatda yashayapsizlarmi? Toshkentga ketinglar. Yoki Toshkentda bo'lsanglar, chet elga ketinglar. Odam qiynalish kerak, odamga nimadir alam qilish kerak. Odam shundagina o'sadi. Masalan, menga maktab paytimda juda ko'pchilik ustimdan kulgan. Masalan, bu videoni sinfdoshlarim yoki meni tanishlarim ko'rayotgan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. Maktab payti juda ko'pchilik ustimdan kulgan. Maktab paytimda ham, institut paytimda juda ko'pchilik ustimdan kulgan. Oson bola bo'lganman. Fikrlash doirasi tor odam bo'lganman va shu sababli juda mendan ko'pchilik ayrishlar bo'lardi. Ustozlar tomonidan ko'pchilik ayirib qo'yardi. O'zimni sinf rahbarim, ism familiyani aytmayman, sinf rahbarim bo'lgan. Shofyorda o'g'lisan deb gapirardi, oddiy bir haydovchini o'g'lisan deb meni har qanaqa o'sha fanlardan ayirib qo'yardi, baholarni pasaytirib qo'yardi. Bitta shu o'qituvchi emas, boshqa fan o'qituvchilari ham xuddi shunaqa qilardi. Odamga nimadir alam qilish kerak va alamni o'sha alam hissiyoti odamni harakatga undaydi. Masalan, menda hech qanaqa motivatsiya yo'q. Men motivatsiyam o'sha ishni qilaman, motivatsiyam bo'lmasa ham o'sha ishni qilaman. Menda prosta disiplina bor. Odam ham shunday bo'lishi kerak. Motivatsiya bo'lsa, bir kun uyg'onadi, bir kun tushib ketadi, unda balans bo'lmaydi va sizning ishingiz ham yaxshi bo'lmaydi. Odamga nimadir alam qilish kerak. Kimdir qizni tashlab ketish kerak. Masalan, menda ham bo'lgan. Kimdir qizni tashlab ketish kerak, kimdir yaxshilab ustidan kulish kerak yoki nimadir qattiq alam qilish kerak. Bu qarindoshlarda bo'ladimi, do'stlaringizda bo'ladimi? Nimadir qattiq alam qilish kerak-da. Siz o'sha tomon harakat qilishingiz kerak. Siz haqiqatan unaqa odam emasligingizni, siz isbotlab bilishingizni, sizning qo'lingizdan kelishini hammasini isbotlab berishingiz kerak. Ikkinchidan, ota-onangizni o'ylang. Agar siz bitta o'g'il bolaga tegishliroq ko'proq mas'uliyatni o'z zimmangizga olinglar. Masalan, 18 yoshdan kattamisizlar, o'sha sizlar zimmangizga olinglar, ota-onalarga yordam beringlar, ish qidiringlar, to'xtamanglar. Libosh tiqib ketaverish kerak. O'g'il bola ish tanlash kerak emas hozirgi zamonda. Aytayotganimdek, men hozir bu yoqda o'tirishimni hech qachon o'ylamaganman, to'g'ri bo'lganman. Powerlikdan boshlaganman. Masalan, grafik dizaynerlik bo'lib ishlasam bo'lardi, yo'q. Menga tezroq ish kerak bo'lgan, sirasi powerlikka kirib ketganman. Powerlikni ham bilmaganman. Powerlik ishiga borib, ishga kirib, o'rganib, shunaqa kelib, men hozirgacha o'tiribman va 5 yildan keyin balkim boshqa joyda ham o'tirishim mumkin. Masalan, xuddi meni Abdusattor aka bilan hayolimga kirib chiqmagan o'sha bir orzu bo'lgan odam, uchrashish orzu bo'lgan, bitta rasm tushish bo'lgan odam bilan hozir men bitta komandada ishlamoqdaman qo'llarida. Men ertaga 5 yildan keyin masalan Iman Gadzening yonida o'tirib ishlatgan bo'lsam yoki birga syomka qilayotgan bo'lsak ham, men bundan hayron qolmayman. Chunki men bu narsani o'zim tasavvur qilib, o'zim ishonaman. Va sizlar ham xuddi shunday qilishinglar kerak. Kasb o'rganishni tavsiya beraman. Bironta hunarni o'rganinglar va o'sha hunaringlarni, o'sha kasbinglarni mutaxassis bo'lishga harakat qilinglar, to'xtab qolmanglar. Doim izlanish kerak, intilish kerak. Yoqmasa ham qilish kerak. Noilojsiz. Nimadir erishmoqchimiz, yoqmasa ham o'sha ishni qilish kerak. Masalan, menga har kuni guruch bilan tovuq yeyish yoqadimi yoki grechka bilan tovuq yeyish yoqadimi? Yo'q, yoqmaydi. Lekin men o'sha
maktab payti yoki institut payti qarindoshlarim ham uydagilarim ozg'insan va qiltiriqsan mana bunday qilib ko'rsatgani uchun menga alam qilgan va men o'sha sportga ham kirib ketganman. Shu bilan o'sha ovqatni majburan ham yeyman. Erta 5 ta tuxum kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi o'sha 5 ta tuxum yeyish. Nima o'sha tuxum yeb mana hozir natija qilganman. Chiroyli formaga kelganman. Ko'pchilik havas qiladi, o'sha ustimda kulganlar, Instagram like bosib o'tiradi va xullas shunaqa. Keyingi blogimda, masalan, keyingi videolarimda real hayot tarzimni qo'yishim mumkin. Ertalab turganim, nima yeyman, nima ichyapman va sizlar bilan o'sha 5 yildan keyin, 10 yildan keyin o'sha $1 million chiqishimizni ko'rib boramiz. Balkim Xudo xohlasa o'sha $1 million chiqqanimdan keyin, masalan, bir boy inson bo'lganimdan keyin mana shu videoni insonlar ko'rish uchun qanday boshlaganman va qanday tartibda ketib, mana shu natijaga erishganman, odamlar ko'rsin degan maqsadda mana shu videoni oldim. Agar mana shu jarayon sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa barcha natijalarga erishamiz.